Assalomu alaykum, sarali yozuvchilar. Bugun mana 7 kunning 7-kunida, ya'ni bozor kunida maxsus jonli yayın qilishga qaror qildim. Chunki 30-apreldagi konstitutsion islohotlar bo'yicha, konstitutsiya bo'yicha o'tkaziladigan referendum yaqinlashgani sari mana shunga qatnashish kerakmi yoki qatnashmaslik kerakmi? Boykot o'zi qanday turda bo'ladi? Mana shu masalada juda ko'p turli fikrlar yangramoqda. Men avvalgi prezidentlik va parlament saylovlari payti ham borganda saylovga nima bo'ladi, bormaganda nima bo'ladi juda ko'p tushuntirganman. Shunga qaramasdan ba'zi bir oddiy odamlarimizni u yoqda qo'yaylik, oddiy fuqarolar, siyosatga uncha tushunmaydigan, bu saylov qonunchiligini bilmaydigan, lekin ba'zi faollarimiz va hattoki muxolifatchilarimiz ham haligacha borib turib yo'q deb ovoz byulleteni tashlab kelinglar deb da'vat qilishyapti. Shunday da'vatlardan mana bittasini yaqinda bizni hurmat qiladigan professorimiz Qidirnazar aka Allohqulov qilganlar o'zini video murojaatida va uni bu video murojaatda o'sha aynan shu joyini kesib Asilbek Jalilov degan bir sahifada qo'ygan ekanlar. Men uni olib bugun Fakt va Fikr Telegram kanalida ham qo'ydim. Hozir gapim isboti bilan bo'lishi uchun Qidirnazar aka Allohqulov ham referendumga borib ovoz berib kelishga chaqirganligi aks etgan videoni ko'rsatib beraman. Telegram kanal Fakt va Fikr 2021 dan ko'rsatib beraman. Unga Asilbek Jalilov degan Facebook sahifasidan oldim. 30-aprel kuni referendum bo'lib o'tdi. Men referendumga hammani borish tarafdoriman. Xalqni erkinlik keng miqyosda yangi konstitutsiyada ta'minlangan moddalar bilan deyapti. Konstitutsiya bizniki, sizniki, hammamizniki deyapti. 30-aprel kuni referendum bo'lib o'tdi. Men referendumga hammani borish tarafdoriman. Xalqni erkinlik keng miqyosda yangi konstitutsiyada ta'minlangan moddalar bilan deyapti. Konstitutsiya bizniki, sizniki, hammamizniki deyapti. 30-aprel kuni referendum bo'lib o'tdi. Men referendumga hammani borish tarafdoriman. Xalqni erkinlik keng miqyosda yangi konstitutsiyada ta'minlangan moddalar bilan deyapti. Konstitutsiya bizniki, sizniki, hammamizniki deyapti. 30-aprel kuni referendum bo'lib o'tdi. Eshitganingizdek 30-aprel kuni referendum bo'ladi. Men hammani boshqa tarafdoriman deyapti. Endi borib nima deb ovoz berishni aytmayapti, yo'q debmi, ha debmi, lekin muhimi boringlar deyapti Qidirnazar aka Allohqulov. Xo'p, mana shunday, mana hattoki muxolifatchilarimizni ham mana shunday chaqiriqlariga muxolifatga ishongan odamlar, muxolifatga qiziqqan odamlar borish kerak ekanda yo'q degan nimani tashlab kelish kerak degan fikrga kelyapti. Bugungi jonli yayınning, maxsus jonli yayınning konusiga, ya'ni mavzusiga o'tishdan oldin men bir boshqa yana Qidirnazar aka Allohqulovning partiyasi bo'yicha ba'zi bir o'zimni mulohazalarimni aytib o'tmoqchi edim. Bugun men Facebookdan Asilbek Jalilov degan sahifadan menga bir link yuborgan ekanlar. Yozilımchilar WhatsAppdan keldi. WhatsAppdan kirib ochib qarasam, shu Asilbek Jalilov degan sahifada Qidirnazar Allohqulov qanchaga sotildi degan bir bosh yozi bilan bir post qo'yilgan ekan. Postda qisqacha mazmunni aytaman. Aytilganki,
Xodinazar Alloqulovning partiyasida uning o'rinbosari Ravshan Ravshan Kimov edi? Facebook men qo'yuvdim. Ravshan hozir esimdan chiqib qoldi. O'qidim. Ergashev. Ravshan Ergashev degan odam o'rinbosari sobiq ichki ishlar vazirligi xodimi deb yozgan va o'sha postda yana yozilganki, uning o'zi Ravshan o'sha o'rinbosar, Xodinazar aka Alloqulovga o'rinbosar bo'lgan o'sha Ravshan Ergashev degan odam sobiq ichki ishlar xodimi, sobiq bo'lgani bilan uning o'g'li hozirda ham ichki ishlar vazirligida tizimida ishlaydi. Farruh Ergashev degan deb rasmlarini qo'ygan. Rasmlari o'sha otaning, ya'ni sobiq ichki ishlar vazirligi xodimining partiya yig'ilishida qatnashayotgani rasmi, gapirayotgani. Keyin o'g'lining o'sha xizmatda bu yerda tushgan rasmlari, mana Farruh Ergashev uning o'g'li deb bergan. Men hozir shu ko'rmaganlar bo'lsa, Telegram kanaliga ko'p odam kirmaydi. Mana shu rasm kattalashtiraman. Mana majlisidan skrinshot qo'ygan videosidan. Mana shu gapirayotgan odam Ravshan Ergashev degan odam deyapti va uning o'g'illaridan mana o'g'li sobiq ichki ishlar xodimi, sobiq emas, ishlayapti ayni paytda deydi. Mana Farruh Ergashev. Farruh Ergashevni boshqa mana rasmlari ham bor mana. Xo'p, mana uyida olingan rasmni ham qo'yibdi. Asilbek Ochilov degan o'sha Farruh Ergashev. Va bir narsani nima qilganki, mana Xodinazar aka Alloqulov o'z partiyasiga imzo bermoqchi bo'lgan odamlarni aynan mana shu Ravshan Ergashevga olib borib topshiringlar degan va Ravshan Ergashevning mana adreslarini ham bergan. Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Yangiobod dahasi, Shohsanam 1-tor ko'cha. deb mana telefon nomer Ravshan Ergashev deb yozib ham qo'yibdi. Endi bu Asilbek Ochilov deganni o'zi sahifasini men ko'rdim. O'zi qanaqa bu sahifa ekan, odamni profili emas. Lekin aynan shu nom bilan kimdir ochgan. Undan oldin u Asilbek Ochilov o'sha partiyaning atrofida va ichida yurgan ko'p odamlarni rosa tuhmat, haqorat qilgan ekan. Misol uchun Bibisora Xudoyberganovani juda ham yomon gaplar bilan yozgan. Keyin mana hozir yaqinda militsiyalar urib kaltaklab uyiga madorsiz tashlab ketgan Nafosat Alloshkurovani suyuq oyoqdan olib jalabga solib rosa yozgan mana shu Asilbek Ochilov degan odam. Ya'ni bu sahifani egasi avvaldan Xodinazar akani partiyasiga ham, o'ziga ham, a'zolariga ham mana shunaqalar mag'zavalar, tuhmatlar, haqoratlar ag'darib yurgan odam. Shuning uchun uning bu posti menda boshdan bosh shubha uyg'otdi, lekin mana bu rasmlarni odamlarning ismi o'g'li bilan ishlab qo'yayotgani uchun, ya'ni isboti bilan qo'ygani uchun men buni postini olib qo'ydim. Xo'p, siz aytishingiz mumkin, xo'p, shuncha odamni haqorat qildi Asilbek Jalilov degan. Nega uni nimasini Xodinazar akaga qarshi yozgan nimasini qo'ydingiz deb so'rashlaringiz mumkin. Javob beraman, yana aytaman. Bu rasmlarda ko'rsatilgan odam rostdan ham mana shu odam Ravshan Ergashev degan odam rostdan ham avval Ichki ishlar vazirligida ishlaganmi? Mana rasmini qo'yapti. Uning o'g'li mana bu Farruh Ergashev. Rostdan ham mana shu bola shuning o'g'limi?
ichki ishlarda ishlashligi bilan turib mana forma kiygan avtomat ushlab turibdi. Mana menimda ham ichki ishlarni kiyimi turibdi mana. Shu odamning o'g'limi? Hop. Mana shular bo'yicha Xidirnazar aka Alloqulov mana adreslarini ham qo'ygan o'sha yerga chiqdi. Bir bayonot berib chiqsinlar. Kim bu odam rostdan? Odam tuhmatchi bir, haqoratchi bir muttaham bu. Asilbek Jalilov degan. Avvaldan Nafosatga, Vazir opaga ham hattoki yomon gaplar yozgan. Lekin rasmlari bilan, fotolar, ism, familiyalar bilan qo'yadi. Xidirnazar akadan o'tgan jonli yayinlarimda men iltimos qilganman. Xidirnazar aka chiqingda avval siz bilan kurashmagan, lekin yaqinda ta'sis majlisiga kelib qayerdandir kelgan, avval ko'rmagan yosh biza tanimagan odamlar bor. Kim bular? Nega ular avval yoningizda kurashda bo'lmadi? Bularni tanishtiring dedim. Mana shuni aytganimga ham bir hafta bo'lyapti mana. Lekin Xidirnazar Alloqulov javob bermaydi. Menimcha javob berishni lozim deb topmaydi. Bilmayman, Salayni kasalligi yo'liqqanmi bilmayman. Menman, bizlarni balkim odam ham deb hisoblamas, kim bu Bobomurod Abdulla menga talab qo'yib gapirib berdi. Mana shunday chiqishlar qilmagan uchun mana shunday postlar, rasmlar chiqaveradi endi bundan buyog'iga. Mana o'sha avvaldan mag'zava oldirib yurganlarga gapirmay o'tirib povod beryaptilar. Tanishtirsin. Xidirnazar Alloqulov agar pok bo'lsa, toza bo'lsa, o'ziga ishonsa, mana bu yerda sotildi deyapti. Hukumatga sotilmagan bo'lsa, chiqsin-da aytsin. Meni partiyamda unaqa Ravshan Ergashevga odam yo'q. Ha, bor Ravshan Ergashev, lekin ichki ishlar vazirligida ishlamagan. Yoki uni o'g'li ishlamaydi, bu boshqani rasmini qo'yibdi deb bayonot bersin. Bayonot bermay jim yurdimi, demak rostdan ham shu odamlar shuni partiyasida bor. Endi biz hozir mana shu informatsiyani chiqarganini shaxsiga emas, u muttahamligi aniq, u Asilbek Jalilovning muttaham, iflos, haqoratchi ekanligi bilib turibdi. Hammani jalabga olib jalabga solgan. Informatorning shaxsiyati bilan ishimiz yo'q. Nima informatsiya berdi? Rasm beryapti, ism beryapti, familiya beryapti, ota bolani aytyapti. Savol tug'iladi. Qanday qilib bir muxolif partiyaning ichida ichki ishlar vazirligidan sobiq xodimi vazirligining ishlab yurishi mumkin? U ishlashi mumkin, urilib ketgan bo'lishi mumkin, adolatsizlikka uchragan bo'lishi mumkin. O'sha Ravshan Ergashev degan odam. Lekin uning o'g'lini ishlatib qo'yadilar bu yerda, partiyaga otasi borgan bo'lsa. O'g'liga birinchi bosim qiladilar. Mana shu narsalarga Xidirnazar aka Alloqulov nima bersin deyapman. Bir tushuntirish bersin deyapman. Izohlasin, bormi yo'qmi? Biz bir narsani aytib o'tishim kerak. Xidirnazar Alloqulov meni odam o'rnida ko'rmasligi mumkin. Meni chaqiriqlarim, iltimoslarim inobatga olmasligi mumkin. O'zicha kibrga bor. Lekin bitta narsani bilib qo'ysinlar, hammangiz bilasizlar. Vaqtida Xidirnazar akaning atrofida 1 million odam to'plashimiz kerak deb Jahongir aka, men, Namoz Normo'min, Abdujalil Boymatov hamma shu bir partiya atrofida birlashamiz deb biz shunga da'vat qilganmiz. Bu tashabbus aslida mendan chiqqan, Jahongir aka qo'lladi. Meni o'zim shu odam atrofida birlashaylik deb chaqirganman. Lekin marra-marraga kelganda ko'rinyaptiki, qayerdandir ichki ishlar xodimlari kelib qolgan bu yerga. Bolalar hozirgacha ishlaydi ekan va kechagi ta'sis majlisida ham umuman avval men misol uchun ko'rmaganman, birontasini ham ko'rmaganman. Yosh yigitlar o'tiribdi. Kim ular? Xidirnazar aka jim javob bermaydi. Mana shu narsalar shubha gumonni orttiryapti. Salayga o'xshab jim o'tirish taktikasini tanlagan bo'lsa, o'ziga ham partiyasiga ham zarar qiladi. Meni nima uchun buni nima qilyapman? Xalq bilishi kerak, ikkilanmasdan borish kerak partiyaga. Ikkilanmasdan borish uchun Xidirnazar Alloqulov chiqib bayonot berish kerak.
aytishi kerak. Mana bu. Ravshan Ergashev bu, o'g'li bu, ishlaydi, ishlamaydi. O yangi majlisda kelgan yosh yigitlar, ismi familiyasi bu deb tanishtirish kerak. Mana bu yerda ishlaydi, mana bu yerda. Odam ikkilangan narsasiga yaxshi effekt bermaydi. Shirk nima uchun harom qilingan? Shirk odamni ikkilantiradi. Ikkilangan odam u yoqdan bu yoqdan yuraveradi. Shirk oxiri qo'rquvga olib keladi. Bir odam qo'rqmay bir g'oyani ushlash uchun o'sha g'oyaga to'la-to'kis ishonish kerak. Biz hozir so'rayapmiz, Xidirnazar Allohqulov ishontirsin bizni. Mana bu odamlar, men vlast bilan ishlayotganim yo'q. Mana bu Asilbek Jalilov yozganda men kelishayotganim yo'q deb chiqib ochiqlasin yangi kelgan odamlarni deb. Millat bilish kerak. Men misol uchun 1 million odam shu Xidirnazar akani atrofida birlashsin deb chaqirganman. Shaxsan mana Sherigov qolgim kelmaydi. Odamlar o'shanaqa militsiyalarga olib borib, mana militsiyaning uyining adresini beryapti, imzoni shu yerga berdi. O sobiq xodim to'g'ri Ichki ishlar vazirligiga bermasligiga kafolat bormi mana? Ravshan Ergashevning uyining adresini berdi. Yashnobod dahasi, Yangiobod dahasi, Shohsanam Torko'cha 11-uy deb. Militsiyaga, sobiq militsiyaga beradimi imzolarni? U ichki ishlarga topshirmasligiga, ertaga keyin partiya tuzilib bo'lgandan keyin qamalmasligiga garantiya bormi? Nima uchun men bu mavzuni ko'taryapman? Do'stlar, O'zbekiston muxolifati tarixida aynan shu voqea bo'lgan. Boshqa yurtlarning muxolifat tarixida ham bu narsalar bor. Qarang. Bir xil faollar partiya tuzamiz, birlik tuzamiz, muxolifat tuzamiz, xalq harakati tuzamiz. Didida harakat qilib jon kuydiradi. Salayga o'xshagan bittasi keladida bo'ladi yoki joy talashib boshlaydi. Xidirnazar akani holatida bo'lgan hozir mana avval yo'q odamlar birdan paydo bo'lib qoldi-yu, O'zbekiston muxolifati tarixida bo'lgan. Birlikni kimlar tuzgan? Keyin unga o'rnini salay olmagandan keyin, erk ajralib chiqqandan keyin erk ro'yxatga olinadigan payt kimlar kelgan? Birlikni tuzishda qatnashgan odamlardan juda kamchiligi soliq bilan erkni tuzgan. Bilgan bu muxolifatni parchalashdi. Lekin o'shandan erkni o'zi muxolifatni parchalash uchun tuzilgandan keyin ham erk tuzilay deganga u yerga hukumat o'zining boshqariladigan shoirlari Murod Muhammad Do'st, Erkin Vohidov, Ahmad Azam, Quddus Azam mana shularni jo'natgan. Birlikni tuzganda umuman qatnashmagan ular muxolifat faol. Ya'ni avval yo'q odamlar qayda bo'lib qolgan. Murod Muhammad Do'st erk yo'qolib ketgandan keyin necha yillar prezident matbuot kotibi bo'lib ishladi. Mana shu xizmatlari evaziga shu yerga olindi. Qolgan Erkin Vohidov O'zbekiston qahramoni bo'ldi. Erkda yurib hukumatning topshiriqlarini bajarib yurgani uchun shunday bo'ldi. Ahmad Azamlar, Quddus Azam haligacha televideniyada ishlaydi. Ular birlikni tuzganda yo'q edilar. Keyin keldi ular. Ko'rdingizmi, bizni nimada bizani odamlar shuni bilmaydi, xabar yo'q. Xulosa chiqarmaydi. Hozir xuddi shu narsa bo'lyapti. To'g'ri, Xidirnazar aka o'zi partiya tuzaman deb kurashdi, tayoq yedi, sinovlardan o'tdi. Endi u kishining roziligi bilan yonida ichki ishlar xodimlari paydo bo'lib qolgan. Yana bolalari hozir ham ishlayotgan sohada. Men xalqim 2 marta bir jarga 2 marta qulashini, yana 30 yil biz yana xoinlik qurboni bo'lishini xohlamayman millat o'zbek millatining. Shuning uchun chiqib aytayapmanki, bayonot bering deyapman. Gapiring, kim bu odamlar yangi kelgan? Nega ular oldin yo'q edi? Xalqni aldash yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Bugun aldashingiz mumkin, ertaga alday olmaysiz.
Mana shuning uchun men bir hafta oldin aytdim. Bu odamlar qayerdan paydo bo'ldi? Nega bunday? Oldin ko'rmaganmiz. Bayanadir indamadi, bana chiqdi. Ism, familiya, rasm bilan. Matnni o'zi bo'lsa ham mayli, tuhmat qilyapti, bu ig'vogar ekan. Avvalda hammani yomonlab yurgan bir muttaham ekan desang, lekin familiya, ism, foto beryapti. Men xoinlikka sherik bo'lishni xohlamaganim uchun bu postni qo'ydim. Yolg'on bo'lsa, mana Qidirnazar Allohqulovga men minbar bermayman, o'zi chiqsin, o'zini minbari, kanallari bor, gapirsin. O'zi chiqib gapirib bersin, kim bu odamlar? Kim bu Ravshan Ergashev? O'g'il rostdan ham ishlaydimi? Ana orqa qatorda o'tirgan yosh yigitlar kim? Nega ularni oldin ko'rmaganmiz? Birma-bir ism tanishtirsin o'sha videodagilar. Kim bular? Qayerda ishlaydi? Ismi, familiyasi. Do'stlar, endi yana mavzuga qaytaman. Mana qo'niga o'taman. Qidirnazar Allohqulov ham mana ko'pchilik bizning faollar kabi referendumga borish tarafdoriman deyapti. Ya'ni borib turib yo'q deb ovoz bermay yo ha deyotgani yo'q, bor deyapti. Ba'zi faollar ochiq aytyapti, biz borib yo'q deb byulleten tashlab kelishimiz kerak deb. Men sizlarga iltimos, bu faollarga, men xalq bilan, misol uchun xalqdan xafa joyimiz yo'q. Xalqni 30 yil manqurtlashtirdilar, siyosatdan uzoq tutdilar. Albatta shunday bo'ladi. Ana Qashqadaryolik ayol bor-ku, referendumga konstitutsiya olib chiqilyapti yangi. Nima fikrdasiz? Voy, konstitutsiya nima deganingiz u dedi-ku. U ayoldan xafa bo'lmasa ham bo'ladi, chunki uni hukumat shu darajaga tushirib qo'ygan. Kartoshka, piyoz, semishga sotib bola chaqa boqishdan boshqa dardi bo'lmasin bu millatni deb yeyish ichish bilan band qilib qo'yibdi. Rahmim keladi unday millatdoshlarga. Mana shu hukumat, avvalgi hukumat shuni qilyapti. Lekin meni jahlimni chiqaradigani, bu masalada men necha marta chiqsam ham faollar yana shunday deb chiqadi. Boringlar deydi saylovga deydi, referendumga boringlarda yo'q deb kelinglar deydi. Do'stlar, mana shunday tushunmagan yoki tushungizni xohlamaydigan yoki xoin, bilib turib nima bo'lishini bilib turib boringlar referendum deydigan xoinlar uchun va sodda xalqim uchun, o'zbek xalqi uchun men bugun sodda dehqoncha misollar bilan borib yo'q deb ovoz bersangiz o'sha konstitutsiyaga yoki biror bir nomzodga nima bo'lishini oddiy misollar bilan kolxozcha tushuntirib beraman. Boshqa ilojim qolmayapti. Boshqa keyin bu mavzuga umuman qaytmayman. Diqqat bilan eshitinglar. Do'stlar, tasavvur qilinglar, 30-aprel referendum kuni ertalab siz Qidirnazar Allohqulov va unga o'xshagan faol muxolifatchilarning gapiga kirib, men yo'q deb ovoz berib kelaman bu konstitutsiyaga deb borishga yo'lga chiqdingiz. Boryapsiz. Nima bo'ladi? Nima bo'lishini bilishimiz uchun biz saylov qonunchiligidan, saylov tajribasidan xabarimiz bo'lishi kerak. Do'stlar, siz borganda saylov uchastkalariga borasiz. Ya'ni o'sha ovoz beradigan bir maktabnimi, kollejnimi, bir davlat idorasini, zalini, xollini kirgan joydagini saylov uchastkasi qilib qo'yadilar. U yerda nima bo'ladi? Qarang. Birinchi borganingizda stol yoyib 5-6 odam o'tiradi. Nima qiladi ular? Kelgan ovoz beruvchini yoki saylovchini ertaga ovoz beruvchi bo'ladi. Saylovlarda saylovchi bo'ladi. Ertaga bir haftadan keyin kim borsa ovoz beruvchi maqomida bo'ladi. Ya'ni kelgan o'sha ovoz berishga kelgan ovoz beruvchini, saylovchini shaxsini aniqlaydilar, bilasizlar? Byulleten berilgan byulleten bilan chaqiruv qog'ozi bilan yo pasportingiz bilan borasiz. Siz borganda o'sha ayollarni oldida, ayollar bo'ladi odatda. Mana bunday uzun qog'oz bo'ladi, ular ro'yxatga olib o'tiradi. Mana men o'zimcha yasadim, diqqat bilan ko'ringlar. Mana saylov davomati dedim. Ko'rdingizmi? Saylov davomati. Tasavvur qiling.
Xo'p. Bittasi misol uchun saylovga keldi. Misol uchun o'tirgan odam, men misol uchun hozir shu dialogni taxminan sizlarga dehqonchasiga bir sahna ko'rinishidek qilib ko'rsatib beraman. Boshqa iloji bo'lmayapti. Abstrakt fikrlamaydi ko'pchilik bizada. Bizada materialni olib ko'rsatib bersang ishonadi. Sanaganda 1 2 deb sanolmaydi-ku, cho'plar bilan sanasang 2 cho'p 2 qo'shsang keyin 4 bo'ladi deb sanaydi. Ba'zi ko'pchiligimizni ong'i shunday. Material narsalar bilan ko'rsatmaguncha fikrlab bilmaydi. Abstrakt fikrlash yo'q-da millatda. Hozir masalan ko'rsatib beraman. Hop keldi birov. Qani dedi, keling dedi. Xorazmcha aytganda galing dedi. Hop dedi, adınız, familiya ismingiz, o'tishtangiz kimsiz dedi. Familiya ismingiz, o'tishtangiz kim dedi. Aytadi, familiyam dedi. Qo'yev ismim Zadniga urdi nazar, o'tishton Tunkayevich dedi. Yozadi. Bo'ldi dedi, qani pasportingizni beradi. Pasportiga qaraydi-da yozadi. Qo'yev Zadniga urdi nazar Tunkayevich dedi. Mana davomat listiga keldi deb qo'ydi. Ko'rdingizmi? Qo'yev Zadniga urdi nazar Tunkayevich. Keldi. Boring ovoz bering dedi. Byulleten beradilar qo'liga. Byulleten oladi. Endi Qo'yev Zadniga urdi nazar Tunkayevich boryapti axir. Qo'liga byulleten oladi-da, yo'q deb yozadi. Endi Qadir Nazar Allohqulovning gapiga ishonib ketyapti-da bu yoki bir boshqa faollarni yo'q deb kelamiz. Aqllashdi u. Bu Qo'yev emas, u Qo'chqorov bo'ldi. Oldi byulletenni, men sizlarga yozib primitiv ko'rsataman. Mana saylov urnasi deylik, bu bankani kolxoz sharmanda, mana shunaqa tushuntirmasang tushunmaydigan darajaga keldi. Qarang. Bu oladi-da, mana yo'q deb belgiladi, tashladi. Baxtiyor ketadi bu. Qo'yev Zadniga urdi nazar Tunkayevich. Ikkinchi odam keladi. Mana shu yerda bir sansirab chiqdi, yo'q qilish kerak shuni tezroq. Chalg'ityapti meni. Qarang. Ikkinchi odam keladi. Familiya ismingiz dedi. Familiyam dedi Qo'rqoqov dedi. İsmim dedi Sotqin Polvon dedi. O'tishton dedi Tunkayevich dedi. Boyagi odam bilan birinchi ovoz bergan bilan aka-ukamsizlar desa, qanaqasiga uni familiyasi dedi. Dedi. Men Qo'rqoqovman dedi. Uning dadasining ismi Tunka bo'lgan dedi. Men dadamning ismi To'nqayboy bo'lgan dedi. To'nqay bo'lgan. Ha, kimas qiy ekan dedi. Bo'ldi yozamiz dedi. Qo'rqoqov Sotqin Polvon Tunkayevich. Boringda ovoz bering dedi. Bu Qo'rqoqov Sotqin Polvon Tunkayevich byulletenni oladi-da, bu ham mana yo'q dedi-da, mana yo'q. Yo'q dedi-da, keladi-da, menga mana yo'qni ikkinchisini tashlaydi. Ikkita odam ovoz berdi. Ko'rdinglarmi? Mana yo'q ikkita bo'ldi. Keyingisi keladi pasportini ko'tarib. Familiya ismingiz kim dedi? Yaltoqova Chaqimchigul Laqmayevna dedi. Yozadi. Yaltoqova Chaqimchigul Laqmayevna dedi. Ha. Chaqimchigul opa boring dedi, ovoz bering. Mana yozdi. Davomatga kirgizdim. Yaltoqova Chaqimchigul Laqmayevna. Kirgizdi. Bu Laqmayeva, Yaltoqova Chaqimchigul Laqmayevni ham boradi-da, mana yo'qni belgiladi. Yo'q deb belgiladi-da. Soladi. 3 ta bo'ldi, ko'rdingizmi? Yo'q. Mana yo'q.
Keyingi deydi. Pasportini ko'tarib keladi yana bittasi. Pasportini ko'tarib keladi. Ismi familiyangiz kim deydi? O'risqulova Putinza O'ris Patakina deydi. Yozadi. O'risqulova Putinza bu abijan Xorazmda bo'ladi bu. Xorazmda Leninzada Lenin notini qo'ygan, hozir Putin ham qo'yib boshlabdilar qizlariga. Putinzada. Putinza O'ris Patakina. Mana buni ham davomatga kirgizdi. O'risqulova Putinza O'ris Patakina, ya'ni O'risni pataki bo'lgan otasi. Buni ham keldi dedi. Putinza opa dedi. Oling byulletenni dedi. Byulletenni oladi, kiradi, yo'q deb belgilaydi-da, mana bu urnaga kelib tashiydi mana. Bu yerda endi ko'rinmaydi mana. Mana yo'q. 4 ta bo'ldi. Chunki 4 ta odam keldi. Yana keladi, pasportini ko'tarib. Ismi familiyangiz kim deydi? Ismi familiyam deydi. Qorni To'ysayev, Qurbon Hayit, Vatan Satorovich deydi. Bo'ldi deydi, hozir deydi. Nima dedingiz deydi? Qorni To'ysayev, Qurbon Hayit, Qorni To'ysa Qurbon Hayitda buni. Qurbon Hayit, Vatan Satorovich. Otasi Vatan Satorov bo'lganda-mi? Saylovga kelyapti endi. Yo'q, aqllandi bular. Mana buni ham keldi deb davomat listiga kirgizdi mana 5-chi. Qorni To'ysayev, Qurbon Hayit, Vatan Satorovich. Mana muhr imzo qo'yildi. Mana. Bu ham Britanni oling dedi. Qurbon Hayit aka dedi. Qorni To'ysayev dedi. U ham oladida yo'q deb belgilab mana bu o'rnaga topshiriladi. Tashiydi. Ana endi deylikki 5 ta odam keldi saylovga. Mana 5 tasi ham kiritildi. 15 ta odam kelish kerak edi, 5 ta keldi. 5 ta keldi. O'zi jami 15 ta saylovchi bu yerda uchastkada. Lekin 5 tasi keldi shuni. Bu 5 tasi Xidirnazar Allohqulovning gapiga ishonib keldi yoki unga o'xshaganlarning gapiga ishonib yo'q deyman deb keldi-da, mana yo'q deb tashadi bular. Saylov tugadi. Mana urnalarni yopdilar. Mana yopdilar, mana yo'q. Yopildi. Baxtiyor plombaladilar buni. Bular baxtiyor, biza yo'q deb keldik deydi. Davlat navbat listada 5 odam keldi, bu yerda ham 5 ta. Ko'rdinglar? Endi saylov tugagandan keyin davomat yopiladi, bu yerga muhr uriladi, kelganlar tugadi deydilar. Endi saylov uchastkadagilar saylov bayonnomasi tuzadi. Protokol. Bir deb qo'yibman, ko'rdinglarmi? Protokolga nima deydi? 15 ovoz beruvchidan 5 tasi keldi, 5 ta yo'q javobi. Yo'q javobi. Mana bu protokol. Mana yozdi bular. Yopdilar buni. Mana yozyapti. 15 ovoz beruvchidan 5 tasi keldi va 5 ta yo'q deb javob berdi. Mana 5 ta keldi, 5 tasi ham yo'q dedi. Mana bankada turibdi. Urro dedi. Mana bu kim edi bular ismlari? Qo'yib Zadniga Urdinazar Tonkayevich, Qo'rqoqov Sotqin Polvon Tonkayevich, Yaltoqova Chaqimchigul Laqmayevna, O'risqulova Putinza O'ris Patakivna, Qorni To'ysayev, Qurbon Hayit, Vatan Satorovich, Baxtiyor. Bular Xidirnazar Allohqulovga o'xshaganlarning gapi bilan borib yo'q deb keldi. Aqllandi bular. Bular familiya shunday xolos. Hozir aqllandi bular.
Gapga kirib shuni qildilar. Bog'onat Abdulla borma deganiga qaramadi bular. U ish yo'q axloq. Yo'q dedi. U Bog'onat provokator edi. Protokol tuzildi mana. Mana protokolda tuzildi. Qaq analiz tuzildi protokol. 15 tadan 5 ta keldi. Nima uchun 15 tadan 5 ta? O'zbekiston saylov kodeksini o'qib ko'ringlar. Saylovchilardan 30% kelsa ham saylov bo'ldi deb hisoblanadi. Состоялись выборы. Referendum bo'ldi dedi. 30% mi shu? 5 tasi bo'ldi, saylov bo'ldi. Bo'ldi deb hisoblanadi. Agar bular kelmasaydi, saylov bo'lmadi. Ozodam ya bitta ya vobshe kelmadi desa, saylov o'tkazilmadi dedi. Chunki bo'lmadi, kelmadi. Boykot bo'ldi bu yerda, bu uchastkada. Lekin keldi bular. Chunki Qidir Nazar aka chaqirdi, boringlar referendumga. Yo'q deb ovoz berdi deylik buni. Aqlli bo'ladi. Mana protokol tuzildi. Endi Sovet davridan beri saylov o'tkazib kelayotgan rejim mana ularning ovozlari ham turibdi. Ular nima qiladi? Qarang nima qiladi ular. Diqqat bilan eshitinglar. Mana bu 5 ta qo'y Qidir Nazar Allohqulovning gapiga ishonib yo'q deb keldim. Ura deb yotibdi uyda o'zi. Hamma ketgandan keyin bularni ko'rdi-ku. Bular o'zi между прочим jurnalistlarni nimani oldida sanalmaydi. Faqat hukumatning oldida haqiqiy. Buni bankani chetga oladi. Bu yerda boshqa banka turadi. Mana ko'rdingizmi, ikkita bank. Bu boyagi haqiqiy 5 ta yo'q edi. Mana buni o'zi tayyorlab qoladi. 5 ta odam keldimi? Sanab turadi yerda nechta keldi. Ochadi bu bankaga o'zi u yoqda u ko'rinmaydi, bitta o'rndan ko'rasizlar sizlar borganda. Ikkinchisini ochadi, ikkinchisida o'zi sop qo'yiladi. Hokimiyatga mana bu olib boriladi. Bu saylovchi bu hokimiyatga olib boriladi. Qani deydi, oching qani deydi, nechta ekan deydi. Ochamiz. Ha. 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 Ko'rdingizmi? 5 ta kelganini bilib turib, 5 tani yonboshdagi xonada tashab o'tiradilar. Ha. Mana bu DXXga berib yuboriladi. Bu haqiqiy ovozlar olib qo'yinglar. Bu protokol bor-ku, mana bu. Birinchi protokol, bayonnoma yo'q qilinadi. Bu ham mana buni ichiga solinadi-da, mana haqiqiy ichiga. Mana buni ichiga tiqilib yo'q qilinadi. DXXga berib yuboriladi. DXX olib qo'yadi. Mana buni sanaydilar, qarang. Mana bunda 5 ta chiqdi axir. Endi nima bo'ladi? Yangi protokol tuziladi. Yangi protokolga yoziladi. Yana shu gap. 15 ovoz beruvchidan besh nafari keldi. 5 keldi-ku, rostdan 5 keldi. 5 tasi ham ha deb ovoz berdi deb hokimiyatning ichida hokimiyatga borgandan keyin boshqa protokol tuziladi. Mana boya qanaqa edi? 5 tasi yo'q dedi. Chunki bankadagini buni hisoblab mana bu bilan protokol tuziladi. Ko'rdingizmi? U yo'q qilinadi. Ana endi saylov komissiyasiga mana bu bilan ilova qilib beriladi. Ko'rdingizmi? Davomatda 5 odam bankani ochdik, 5 ta xat chiqdi deydi. Mana. Ko'rdingizmi? Sen borsang mana bu yerga ismingni tushirsang yetadi. O'zlari to'g'rilab qo'yadi deyapman men. Mana bu mana buni keyin yopadilar-da, mana arxiv uchun bu olib qo'yiladi. Rasmiy arxiv uchun bu mana bank olib qo'yiladi. Mana ha degan. Ha degan bank olib qo'yiladi. Mana ha. Ko'rmayaptimi? Hasi. Mana ha. Mana bu bilan bu tarixda qoladi. Mana. Bu DXXga yuboriladi. Mana protokol. Shuning uchun men nima uchun buni joyladim? Ikkita qarang, nima uchun dedim, hozir men sizlarga ko'rsataman. Yana ochib, mana buklanganini ochib tashlab, bir jumla ham qo'yaman. Buni yo'qotadi bular. Nima uchun men bosh yozini qonunni nima uchun shunday dedim?
saylov hiylasi shundan iborat. Ikkita quti, ikkita bayonnoma birisini yo'qotadilar va bitta saylov davomati. Mana. Sizlarni boringlar referendumga, boringlar. Meniki konstitutsiya, seniki deganlar mana bu kerak ularga. Seni borib ro'yxatdan o'tganing kerak. Buni u keyin to'g'rilayveradi, sen ketib bo'lganda. Otib yuboradi seni ovoz. Mana bunga sen bormasang to'g'rilanmaydi bu. Tarixda ham hech qachon keldi deb ayta olmaydi. Chunki ertaga bu rejim ketgandan keyin bu konstitutsiya qabul qilingani baribir hukumat, qaysidir hukumat, odil hukumat tekshiradi bularni. Tekshirsa mana bu Qo'yev, Zadniga Urdinazar To'nqayevich, Qo'rqoqov, Sotqin Polvon To'nqayevich, Yaltoqova, Chaqimchigul Laqmayevna, O'risqulova, Putinza, O'rispatakevna, qorni to'ysa, Qurbon Hayit Vatan sotarishlar borgan bo'ladi, rostdan boribdi bular. Ana undan keyin ha deb javob berdimi, yo'q deb isbotlash qiyin bo'ladi. Agar bormagan bo'lsa, isbotlash oson bo'ladi falsifikatsiyasini. Mana nima uchun sizlarni bor saylovga deydi. Poddelka borsang yetar, mana bu kerak ularga. Eng asosiy hujjat davomat hujjati. Saylov bo'ldi degan hujjat mana shu bo'ladi. Mana bu kerak. Sen borsang bo'ladi shu. Qo'y. Zadinga Urdinazar, sen borsang shunday bo'ladi. Bording, sen uni ovozini, sana ovozingizni poddelka qiladilar. Yo'q desang ham hadib tashlab qo'yadi. Mana yana nima qilib tushuntiray sizlarga? Yana nima qilib tushuntiray sizlarga, oddiy odamlar? Nimaga tushunmaysizlar sizlar? Nimaga bu xalqqa bir narsani tushuntirish qiyin? O'limdan qiyin-da bularda haqiqatni tushuntirish. Olmaydi, fosiq qavm chunki. Omad qilib mana 15 tadan 5 tasi bo'ldi. Saylov kodeksida yozilgan, O'zbekiston saylov kodeksida 100% saylovchidan, ovoz beruvchidan 30% kelsa, saylov bo'ldi hisoblanadi. Sen mana shu bo'ldini qilib berdingsan. Bordingda tupoy. Qidirnazar Allohning gapiga kirib borib shuni qilding. Endi Qidirnazar Allohga qaytamiz. Qidirnazar Allohov uzoq yillar davomida Termiz davlat universitetining rektori bo'lgan. Moliya institutlarida ishlagan. Bunday saylovlar uning universitetida ham o'tkazilgan. Saylov uchastkasi bo'lib xizmat qilgan uning universitetining binolari. Qidirnazar Allohov bu maxinatsiyalardan bexabar. Borsa shuni nom almashtirib qo'yib, ikkita quti borligini, ikkita protokol tuzishini, ovozlarni soxtalashtirib, bu yerda tayyor qilib qo'yilganini rasmiylashtirishini bilmaydimi ikkinchi protokol? Biladi. Bilsa ham boringlar, men borishingiz tarafdoriman. Chunki bormay qolsa referendum bo'lmadi bo'ladi. Konstitutsiya qabul qilinmaydi. Odam kelmadi saylovga deydi. Tamom. Davomat yo'q. Mana bu list pustvoy bo'lib turadi, bo'sh bo'lib. Hech kim kelmaydi. Mana nima uchun sizlarni chaqiradi? Yana qanday tushuntirishim kerak? Yana qanday tushuntirish kerak? Mana bugungi kundan keyin yana borib yo'q deb ovoz berib kelgansa, bilingki xoin u. Mana shu tushuntirganimdan keyin ham qonunchilikni bilmaydi, tajribani bilmaydi. Emas, o'zi biladi, tushuntirdim. Shundan keyin ham yana sizlarni boringlar referendumga desa, bilingki hukumatning odami xoin. Xoin u. Sizlarni olib borib davomatni ta'minlatmoqchi. O'sha minimum 30% ni ta'minlatmoqchi. Boykotda umuman ishtirok qilmaslikka aytiladi. Umuman hech narsada ishtirok qilinmaydi. Bordingmi, sen boykot qilgan bo'lmaysan. Sen pozitsiyangni bildirib kelgan bo'lsan. Boykot hech qanaqa pozitsiyani bilmaydi. Itingdan men ishonmayman. Sen poddelka qilasan. Ikkinchi protokol tuzib, ikkita quting bor seni. Men nomimdan sen deydi, saylanib qo'yasan. Men ko'makchi bo'lib qolaman deydi. Bormaydi. Boykot shunday bo'ladi. Saylovlarni boykot qiling deb chaqiradi-ku birov. Bu degani bormanglar degani. Ishonchsizlik bu. Bu saylovga men bu ovoz berishlarga ishonmayman degan. Boradi, men ishonaman degan, lekin men ishonaman, yo'q deyman, men ovozimni yo'q deb sizlar keyin rasmiylashtirasizlar. Sizlarga ishonaman men deydi. Men bu Sotqin Polvon To'nqayevich, Zadniga Urdinazar To'nkayevich ishonaman sizlarga. Men shu ovozimni sizlar qat balojna yo'q deb rasmiylashtirasizlar deb
zolimga ishonib borgan bo'ladi. Saylovga ovoz berishga, referendumga borish majburiy emas qonun bo'yicha. Xohlasangiz borasiz. Siz bormasangiz ham siz hech kim ishlasa devam eding. Militsiya chaqirsa ham boshqa. Pashol nafik bormayman. Ishonmayman saylovga deb ochiqcha aytaverish kerak. Ishonmayman. Meni ovozimni saqlashtirib davomat yig'moqchisizlar sizlar. Aytaverish kerak. Не обязательно нас. Borilmaydi, bo'lmadi saylov. Hech kim bormaydi. Huquqlab yotsa saylov uchastkalari hech kim bormasa hech narsa qilolmaydi. Atigi bormaslik so'ralyapti. Yo'q, professor odam chiqib boringiz, referendumga borishingiz tarafdorman deydi. Mana shunday degandan keyin ham saylov o'tirib yurgan odam bunday qallobliklarni ko'rgan, o'zi turgan shuni guvohi bo'lib. Saylov komissiyalari qanaqa poddelka bilib turib chaqirib o'tir. Qanday shubhalanmaysanki ichki ishlar vazirligini olib yurganiga yonida, odamini olib yurganiga. Orqadagi bolalar bo'yicha ham tushuntirish berayotgani yo'q. Qadrnazar aka Allohqulovga ozman murojaat qilmoqchiman. Qadrnazar aka, bu partiya xalqning partiyasi bo'lishi kerak edi. Lekin siz o'zingiz birinchi sizni orqaga urganingiz, zadniga urganingiz Sanjarali Imomovning tuhmatlari, yomon gaplariga qarshi chiqmadingiz. Biz sizni himoya qildik Jahongir aka ikkalamiz. Lekin Sanjarali bizaga hujum qilganda sizni nomingizdan hujum qildik. Qadrnazar Allohqulov 1 million atrofida yig'ilishini xohlamaydi. Provokator deb biladi ikkalasini ham dedi. Chiqib raddiya bering dedik, siz bermadingiz. Ko'rdingizmi? Biz sizni qo'lladik. Qo'llagan odamlaringizni tashab ketdingiz. Ana shundan men sizga shubham paydo bo'ldi. Ikkinchi marta shubham intervyu bering dedim. Qochib yurdingiz. 1 oy meni aldab yurdingiz. Bermadingiz. O'zingizni huquqingiz aka. Xohlang bering, xohlang bermang. Men ko'proq odam atrofingizda yig'ilib xalqning ham bir partiyasi bo'lsin, dardini parlamentga chiqib, prezident saylovlarida nomzodini ko'rsatgan bir nomzodi bo'lsin bu millatda. Siz bo'lsin shu dedim. Lekin sizdan 2 marta shunday bo'ldi. Mana endi hozir 3-chisida chiqib referendumga boring deyapsiz. 4-chisida yana ichki ishlar xodimlari yuribdi, zamingiz bo'lib, bolalar ham MVDda ishlaydi. 5-chidan anu yaqinda paydo bo'lib qolgan notanish shaxslarni tanishtiring, kim bu yosh yigitlar desa, unga ham javob bermaysiz. Siz xalqqa hisob berishga majbur emassizmi? Bu xalqning partiyasi emasmi? Avvalam Nazar Allohqulovni partiyada yakka hokimligi, hech kimga so'z bermasligi, faqat o'zini aytganini qildirishi, birovning fikrini, tanqidiy fikrini inobatga olmasligi ko'p aytilgan. Men hattoki nimadan eshitganman? Abduqodir Mo'minovdan. Abduqodir Mo'minov bir tanqid qilganida Abduqodir Mo'minov aytib bergan. Sholoq urgan ekan. Siz Abduqodir aytdi, tanqidni ko'tara olmaydi u odam. Men tanqid qilganda bir urdi dedi. Tanqid qilgan odam urgan ekansiz. Abduqodir mana hozir qamoqda o'tiribdi. Men Abduqodir yolg'on gapirdi deb o'ylamayman, lekin rost gapirsa ham, yolg'on gapirsa ham Qadrnazar aka Allohqulov, sizga sizni meni yaratgan Alloh taoloning ba'zi oyatlarini sizga men eslatib qo'ymoqchiman. Bu meni bir musulmon sifatida sizga meni musulmon sifatida Alloh oldidagi va xalq oldidagi burchim. Islom yakka hokimlikni, birov bilan maslahatlashmay qaror qabul qilishlikni, faqat o'zinikini talqat qilishlikni Alloh taolo qoralaydi islom dini. Qur'onda bunga qarshi ko'plab oyatlar bor. Men shulardan bir ikkitasini keltiraman hozir. Qarang. Qadrnazar aka Allohqulov, diqqat bilan eshiting va Qur'oningiz bo'lsa, uyingizda o'zbekcha o'qib ko'ring. Topasiz shu oyat. Ali Imron surasi, bu 3-sura, 159-oyat. Ey Muhammad, payg'ambarimizga Alloh taolo yuzlanyapti. Allohning rahmati ila ularga royishlik qilding. Qo'pol va bag'ri tosh bo'lganingda edi, ular yoningdan tarqalishib ketar edi. E'tibor bering. Qo'pol va bag'ri tosh bo'lganingda edi, ular yoningdan tarqalib ketishar edi. Siz endi o'zingizga hisob bering. Mana shunday tanqidni qabul qilmasligingiz, qo'polligingiz tufayli qancha odam yoningizdan ketib qoldi?
Mana Alloh bundan qaytargan bizni. Safdoshlarga qo'pol qilib bo'lmaydi. Dushmanga qo'pol bo'lish mumkin, safdoshga qo'pol qilib bo'lmaydi. Davomi shu oyatni. Ularni afv qil, xato va kamchiliklarga e'tibor berma. Safdoshlarni aytayapti. Dushmanni aytayotgani yo'q. Ular uchun Allohdan mag'firat so'ra. Allohdan ular uchun mag'firat so'ra deyapti. Qarang. Eng muhim joyi mana Qadirnazar aka eshiting. Boshqa lider bo'laman deganlar ham eshitsin. Prezidentlar ham eshitsin. Bosh vazir, hokimlar ham eshitsin. Hatto ularga bu oyatlar ta'sir ham qilmaydi. Umuman boshqa dunyoning odamlari ular. Kulsalar ham kerak bu ertak. Keyingi shu 159-oyat Oli Imron surasini 159-oyatining davomi shu bir oyat uzun. Har bir ishda ular, ya'ni safdoshlaring bilan birga kengash qil deyapti. Bildirgan fikrga e'tibor ber deyapti. Ko'rdingizmi? Safdoshlaring bilan kengashib qaror qabul qil deyapti. Bir qarorga kelganingda Allohga suyanib tayan. Alloh o'ziga suyanib tayanganlarni yaxshi ko'radi. Ko'rdingizmi? Qaror qabul qilishda albatta safdoshlar bilan maslahatlashish kerak. Uni aytgan tanqid uchun shapaloq urmaydilar yosh yigitga. Alloh o'ziga suyanib tayanganlarni va kengashganlarni yaxshi ko'radi. Mana bu bizlarning rahbarlarga, lider bo'laman degan odamlarga to'g'ridan to'g'ri buyruq mana Oli Imron surasi 159-oyat. Yana bir oyat. Shura surasi bu 42-sura 38-oyat. Shura surasi 38-oyatda shunday deyiladi: "Va Rabbi uchun chaqirilganda ijobat qilgan, namozni, salotni puxta ado etgan, ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladigan." Qarang, ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladigan va ularga bergan rizqimizdan Alloh uchun sarflaydigan kishilar uchundir bu kitob deb yozgan. Ko'rdingizmi? Musulmon odam safdoshi bilan kengashib ish qiladi. Kengashib ish qiladi. Ya'ni bu chaqiriqlar har bir musulmonga, faqat sizga emas, menga ham shunday chaqiriq, boshqaga ham. Bu islomni adolatidan iborat. Qur'ondagi islom umuman adolatli islom. Hadislarda u to'qimalarda boshqacha u. Qur'ondagi Alloh adolatli Alloh. Endi men yana bir misol yana bir oyatlar keltirmoqchi edim. Aynan Qidirnazar aka Allohga keltirmoqchiman. Qidirnazar aka, o'zingiz to'g'risidagi shubhalarni o'zingiz kuchaytirdingiz. Yangi kelgan odamlar bilan partiya ta'sis qildingiz. Eskilardan faqat yosh kattalar bor. Yosh yigitlar bilan tanishtirmadingiz, bir hafta o'tdi. Lozim topmadingiz ularni tanishtirib chiqishga. Mana endi bugun ichki ishlar xodimini zam qilib olibsiz. O'g'li hozir ham MVDda ishlar ekan. Mana shunday gap so'zlar bo'ldi. Hozir sizni hukumat bilan kelishdi, zadniga urdi, sinovdan o'tolmadi degan gap so'zlar urchyapti. Bu gaplar qanchalik rost yoki yolg'onligini vaqt ko'rsatadi aka. Lekin sizdan iltimos qilib qolgan bo'lardimki, millatni sotmang aka. Bu millatni Salay Madaminning sotganini o'zi yetadi. Mana hali ham mitinglarga chiqa olmaymiz, hali ham haqqimizni talab qila olmaymiz. Qanday xor ahvolga keldik. Davlatimizdan, yerimizdan ajralay deb turibmiz. Konstitutsiyani men kecha ko'rsatdim. Qanday bir fitnakor konstitutsiya, davlatni sotishga, parchalashga qaratilgan konstitutsiyaligini moddama-modda o'qib isbotlab berdim. Shuncha isbotimdan keyin ham qanday yuz bilan siz boringlar referendumga deyapsiz. Qidirnazar aka, agar shu gaplar rost bo'lib chiqsa, rost bo'lib chiqmasin, iloyim siz sotilmagan bo'ling, o'sha pozitsiyangizda qolgan bo'ling. Lekin siz mabodo sotilsangiz, sizda ikkita qismat bo'ladi. Ikkita qismat bo'ladi. Do'stlar, eshitib qo'yinglar, har qanday zolim bilan kelishib, sotqinlik qilgan odamning, liderning yo'li ikkitagina bo'ladi. Salayday bo'ladi, salayday. Qarang. Yo siz Qidirnazar aka doim partiyani oxirigacha borasiz, ro'yxatdan o'tirasiz, lekin siz prezident saylovlariga kelganda sizga ishonmay o'rningizga fitna qilib o'sha
ta'sis qilganlar bor, kengashga kirgan o'sha notanish odamlar. MVD, balki SMBdan ham bordir u yerda, kim biladi. O'shalar sizni partiya kengashida oladi, boshqa o'zidan rais qo'yadi. Kukla partiyalar, boshqariladigan partiyalar soni 6 taga yetadi sizni partiyangizdan. Ya'ni sizni biroq uloqtiradilar. Ya'ni siz ularga referendumni o'tkazib olish uchun va partiyani ro'yxatdan o'tkazdi mana hukumat deb hukumatga obro' olib berish uchungina keraksiz. İşonmaydi bular. O'lib qolsangiz ham sizga ishonmaydi. Agar ular bilan kelishgan bo'lsangiz. Yoki ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'lida siz olmaydi, prezident saylovigacha, parlament saylovigacha o'zingiz borasiz, lekin ikkinchi yo'lida siz saylovda o'zingiz yutsangiz ham, xalq sizga ovoz bersa ham %100 Xudo nazar aka bo'lsin. Bu klondan umuman prezident bo'lmasin deb ovoz bersa ham, siz ko'rpan tagida salaga o'xshab tabrik telegrammasi yuborasiz. Men yutmadim saylovda. Hurmatli Islom Abdug'aniy, Shavkat Miromonovich, siz yutdingiz deb telegramma yuborasiz. Ya'ni yutqizib berasiz saylov. Sala shunday qildik, yutqizib berdik-ku. Xalq unga ishondi, unga saylov bo'lib berdi. Butun vodiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Xorazmlar hamma soliqda berdi ovoz. Qutulaylik bu iflos kommunistlardan. Lekin soliq nima qildi? Sotdi, yutqizib berdi. Men yutqizdim. Kurash olib keldilar, pattasovka qilingan. Mana bu ikkinchi urnalarni topganlar o'sha payt muxolifatchilar. Soxtalarni. Soli nima qildi? Men yutqizdim dedi. Sizni ham yutqiztirib berasiz. Shundan boshqa yo'l yo'q aka. Ishlatib millatni sotib qarg'ish Sallar hozir qancha qarg'ish olyapti xalqni sotgani uchun. Millatni sotib qarg'ish olganingiz qoladi. Ana endi ba'zilar bugun yozibdi, balki partiya ro'yxatdan olish uchun murosa yo'lini tanlab, hukumatni bir sal ishini bitirib olmoqchidir. To'g'ri tushunaylik dedi. Mana shu o'zbek mentaliteti, shum mentalitet. Alloh unday yo'ldan yur demagan, Alloh to'g'ri bo'l degan. Zolimlar bilan kelishma degan. Zolimlar bilan murosa qilma degan. Lekin o'zbek nima qiladi? Safdoshlarni yig'di, kerakli narsalarni oldi qo'liga, vlastni oldi-ku. Nimaga kerak o'zi ro'yxatdan o'tish hozir? Men Qidir Nazar aka siz bilan telefonda gaplashganda aytdim. Xalq uyini qurishga bir pul mablag' yig'ishimiz kerak dedingiz siz. Abduqodir Mo'minovning gapini aytyapsiz aka. Nimaga bor xalqdan pul yo'q? O'z bechora xalqimizning puli yo'q shundoq ham. Undan ko'ra targ'ibot qilaylikda safdosh ertaga biz qamalsak, siz qamalsak, imzomizni soxtalashtirsa, partiyani ro'yxatga olmasa, ko'chaga chiqa oladigan, qo'rqmaydigan odamlarni tarbiyalaylik desam, ha, to'g'ri aytasiz dedingizda, baribir mana ro'yxat qilish yo'lidan ketibsiz. Mayli ro'yxatdan o'ting, men nima emasman. Lekin xalqni u yerda mana hozir militsiyalar yurgani juda ham shubhali. Mana shu Qidir Nazar aka to'g'ri qilyapti, ishini bitirib olsa bo'ldi deb o'zbekcha mentalitet bilan shumlar bor-ku, mashinnik o'zbeklar. O'zbekskiy mentalitet, mashinniskiy mentalitet. O'ylayotganlarga men hozir Allohning oyatlarini keltiraman. Alloh nima degan? Xo'p, sizlar shunday ishini bitkazsa ham murosa qilib kelishib ketsin deyapsiz. Alloh nima deyapti? Qidir Nazar aka siz ham kelishgansizdir ular bilan. Chunki bayonot bermayapsiz, tanishtirmayapsiz odamlarni. Agar mabodo kelishgan bo'lsangiz, mana bu oyatlarni eshitib qo'ying. Boshqa o'zbeklar ham eshitsinlar. Alloh nima degan? Qur'oni Karimdan mana keltiraman. Baqara surasi, bu 2-sura, 270-oyat. Zolimlarga yordamchilar yo'qdir dedi. Ya'ni zolimlarga yordamchi bo'lmanglar deyapti. Baqara surasi 270-oyat. Hozir biz yordam bergan bo'lamiz ularga, bor referendumga bor desak. Qidir Nazar aka sizga qaratilgan mana shu oyat. 270-oyatni o'qib ko'ring. Ali Imron surasi 146-oyat. Qanchadan qancha payg'ambarlar bilan birga ko'plab rabboniylar Alloh yo'lida kurashdilar, jang qildilar. Ular Alloh yo'lida yetgan musibatdan bo'shashmaganlar, zaiflashmaganlar va bo'ysunmaganlar. Alloh sabrlilarni sevadi. Ko'rdingizmi?
Ha, sizga ular bosim qilgan bo'lishi mumkin. Mana shu militsiyadan olasan, mana bu o'g'li ishlaydi, mana buni olasan. Bizani odamlar bo'ladi partiyangda. Bizlar boshqaramiz. Imzoni ham mana shu bizani militsiya, sobiq militsiya xodimimizga topshirtirasan deb sizga aytgan bo'lishi mumkin. Lekin siz rozi bo'ysunmasligingiz kerak bunday narsa. Bo'ysunmasligingiz kerak edi. Alloh sabrlilarni sevadi dedi. Yana shu Oli Imron surasi 192-oyatda zolimlarga yordam beruvchi bo'lmang deyapti yana. 192-oyat. Moida surasi 72-oyat. Zolimlarga nusrat beruvchilar yo'qdir dedi. Zolimlarga men g'alaba bermayman degan. Mana shu zolimlar hammasi yutqazadi. Agar siz bular kuchli, bular g'alaba qozonadi deb shular bilan kelishgan bo'lsangiz, bilingki, ular yutqazadi. Ular bilan birga siz ham yutqazasiz. An'om surasi, bu 6-sura, 129-oyat. Shunday qilib, qilgan kasblarga binoan zolimlarni bir-birlariga do'st qilamiz. Qadr nazar aka Alloh qulub, zolimlar bilan kelishish kerak, ro'yxatdan o'tkazib olish kerak deydigan muttaham iflos, sotqin shumtakalar, eshitinglar. Alloh aytayapti. Qilgan kasblarga binoan zolimlarni bir-birlariga do'st bo'lamiz. Sizlar ham zolimsizlar, chunki zolim bilan zolim do'st bo'ladi. Zolim bilan yashadi. Salay Madaniy zolim edi. Zolim Karimov bilan kelishdi, xalqni aldadi. Endi shu yo'lda Qadr nazar aka Alloh qulub turibdi. Kelishdimi, yo'qmi bilmaymiz biz. Men ogohlantirib qo'yibman. Allohning oyatlari bilan ogohlantirib qo'yapman. Qarang, yana 9-sura, Tavba surasi 47-oyat. Alloh zolimlarni bilguvchi zotdir. Qarang, boshida o'qiyman 47-oyatini, Tavba surasini. Agar ular ichingizdan chiqqanlarida ham sizga yomonlikdan boshqa narsani ziyoda qilmasdilar. Tezlab orangizga fitna solishga urinardilar. Holbuki ichingizda ularga quloq soluvchilar bor edi. Va aytayaptiki, Alloh zolimlarni bilguvchi zotdir. Deydi. Qadr nazar aka Tavba surasi 47-oyat ham aynan sizga qaratilgan. Ichingda ular deydi, zolimlar. Seni ichingga kirgizib o'sha ichki ishlar vazirligini senga qarshi fitna urishtiradi qurib deydi. Yomonlik qiladi deydi. Yomonlikdan boshqa narsani ziyoda qilmasdi deydi. İçingizda ularga quloq soluvchilar bor edi dedi. Siz ularga quloq soluvchilardansiz hozir. Yoningizga olib qo'yibsiz. Shubhali shaxslarni tanishtirmayapsiz bizga. Alloh zolimlarni bilguvchi zotdir. Ular bilan birga zolim bo'lib qolmang, ya'ni ichingizga olib. Ular yomonlik qiladi sizga. Yunus surasi 106-oyat. Allohdan o'zga senga manfaat ham zarar ham bermaydigan narsaga iltijo qilma. Bas agar shunday qilsang, unda sen zolimlardan bo'lasan. Qadr nazar aka, najot faqat Allohdan. Siz ulardan najot kutmang. Men ro'yxatdan o'tkazib beradi deb hukumatdan najot so'rayapsiz siz hozir. Siz hozir shirk qilyapsiz. Kerak emas ro'yxat ularni. Nafiki va litsenziyasi partiyasi. Tarafdor ko'paytirish kerak, o'z-o'zidan bo'ladi. Qahf surasi 28-oyat. Qalbini o'z zikrimizdan, Allohning zikridan g'ofil qilib qo'yganlarimizga va havoyi nafsiga ergashib ishi izdan chiqqanlarga itoat qilma dedi. Bu ifloslarga itoat qilib bo'lmaydi. Bular Allohdan qarshi ish qilyapti bular. Mana Qahf surasi 28-oyat. Haj surasi 71-oyat. Zolimlarga hech kim, hech bir nusrat beruvchi, ya'ni g'alaba beruvchi yo'qdir. O'ylamanglar bular g'alaba qiladi, qachon bo'lsa ham yutadi, yutqizadi bular. Chunki Alloh aytgan, zolimlarga g'alaba bermayman, nusrat bermayman. Furqon surasi 52-oyat. Kofirlarga itoat etma. Mana Furqon surasi 52-oyat. Kofirga itoat etma deydi. Shuara surasi. Yer yuzida isrofchilik qiladiganlarning ishiga itoat qilmanglar. Qadr nazar aka, bular isrof qilmayaptimi yer yuzida? Kerak emas muz saroylari, sitilar isrofgarchilik emasmi? Xalqning pulini zavod, fabrika qurishga ishlatsa bo'lmasmidi? Ha, biz isrofgarchilik qiladiganlarga itoat qilmasligimiz kerak. Agar siz ular bilan kelishgan bo'lsak, demak itoat qilgan bo'lasiz. Ankabut surasi 8-oyat. Allohga qarshi chiquvchilarga itoat qilma dedi. Hattoki ota-onang bo'lsa ham. Qasos surasi 37-oyat.
Bu yerda Musa alayhissalom to'g'risida gap ketadi. Va Musa deydi. Robbim o'z huzuridan kim hidoyat keltirganini ham, oxirat diyori oqibatda kimga bo'lishini ham yaxshi bilguvchi zotdir. Albatta zolimlar najot topmaslar dedi. Mana Musa alayhissalom ham shunday degan. Zolimlar hech qachon najot topmaydi. Luqmon surasi. Luqmon surasi. Menga shirk keltirishga zo'rlasalar, bas ularga itoat etma dedi. Ahzob surasi 1-oyat. Ey nabiy, Allohga taqvo qil va kofir munofiqlarga itoat etma dedi. Itoat etma bularga dedi. İtaat etme, kelishma bular bilan dedi. Yana shu Ahzob surasi 48-oyat. Kofir va munofiqlarga itoat etma. Bular munofiq bo'lmay kim? Va'da beradi, qilmaydi, yolg'on gapiradi nuqul. Munofiqlikning belgisi-ku shu ikki yuzlamachilik. Ularning ozorlariga parvo qilma, Allohga tavakkal qil. Vakil bo'lishga Allohning o'zi kifoyadir. Shu 48-oyatning davomi. Fotir surasi 37-oyat. Zolimlarga hech bir yordamchi yo'qdir. Zolimlarga yordam bermanglar deyapti. Ko'ryapsizmi? Fotir surasi 37-oyat. Hozir bir boringlar ovoz berishga, yordam bergan bo'lamiz. Yordam bermaslik kerak bularga. Yana shu Fotir surasi 40-oyat. Zolimlar bir-birlariga aldovdan boshqani va'da qilmaslar. Ko'rdingizmi? Zolimlar faqat aldaydi. Bir-biriga ham va aldima ularni va'da beradilar. Qidir nazarni aldimiz deydi. Hozir eplab dedi, ro'yxatdan o'ldirib, obro'ni olaylik, odamlar ko'chaga chiqib ketmasin deydi. Keyin yopishtiramiz buni deydi. Almashtiramiz prezidentlik saylovi kelganda deydi. Yoki yutqiztirib beradi degan qilamiz deydi. G'ofir surasi 18-oyat. Zolimlar uchun hech bir do'st ham, itoat ham qilinadigan shafoatchi ham yo'q. Itoat qiladigan shafoatchi ham yo'q. Mana yana do'st ham itoat bo'lmagunga itoat ham qilma zolimlarga. Shura surasi 8-oyat. Zolimlarga hech bir do'st ham, yordam beruvchi ham yo'qdir. Bu degani yordam bermanglar deyapti. Do'st ham bo'lmanglar ular bilan deyapti. Ey Xidir nazar Alloh qilib, do'st bo'lma ular bilan, kelishma deyapti. Mumtahana surasi 9-oyat. Ularni, ya'ni zolimlarni do'st tutganlar o'shalardek zolimlardir. Ya'ni kim zolim bilan do'st bo'lsa, kelishsa, partiyasini ro'yxatdan o'tkazib olish uchun ishimni bitirib olay desa, u ham zolimdir. Zolimdir u ham. Juma surasi 7-oyat. Alloh zolimlarni biluvchidir. Qalam surasida ham mana yolg'onga chiqaruvchilarga itoat qilma. Qalam surasi bu 68-sura 8, 9, 10-oyatlarni qarang. Bas yolg'onga chiqaruvchilarga itoat qilma. Agar sen murosa qilsang, mana kelishsang, partiyani ro'yxatga olaman deb, ular ham murosa qilishni orzu qilarlar. Itoat qilma deydi, murosa qilma ular bilan deydi. Har bir qasamxo'rga pastkashga deydi. Ular yolg'onchi deydi, va'da beraveradi kelishib, pastkash bo'ladi ular deydi. Qayerda kelishgan bo'lsangiz ham biling, o'sha kelishgan odamlarning hammasi pastkash bo'ladi. Agar kelishgan bo'lsangiz. Inson surasi 24-oyat. Robbing hukmiga sabr qil va ulardan gunohkor yoki kofirlarga itoat qilma. Qilma ularga itoat deyapti. Iqros surasida ham itoat qilma deyapti. Mana shuncha oyat zolimlar bilan kelishishni, ularga yaqin borishni, ular bilan do'stlashishni qaytarib turibdi. Bu yerda yozyaptiki, balkim kelishib ishini bitirib olish uchundir. Mashinnik niyada to'g'ri yurmaydi. Alloh aytgani bo'yicha, yo'q, men do'stlashmayman. Kerakmidi menga partiyani ro'yxati ham kerakmidi, bunaqa pozorni partiya tuzib qilmayman men. Ro'yxatga olinmasin partiya, men da'vat qilib tarafdor yig'aman, xalqning siyosiy ongini oshiraman. Men qamalganda, bizani odamlar Abdumannob qamalganda qarab o'tirmay ko'chalarga chiqadigan, uni ozodligini talab qiladigan, partiyani ro'yxatga olishni talab qiladigan odamlar kerak deb da'vat yo'lidan yuradi, to'g'ri odam. Kerak emas menga unaqa zolim bilan kelishib, aldaydi ular dedi-da, xalqni sotmayman dedi. Mana men shuncha tushuntiryapman, MMM kiryapti-da, borib yo'q deb chizish kerak dedi. Mana shu yo to'nka, yo xoin, boringlarda yo'q deb chizib kelinglar dedi.
Shuncha tushuntirsang ham olmaydi. Hayron qolaman bizning odamlarga. Bu millionta banka ko'rsatasanmi, chissir naptib ko'rsatasanmi, farqi yo'q ularga. Baribir tushunmaydi. Hayron qolaman. Xudo urgan millat bo'ldik-da biz. Haqiqatni tushunmaydi, og'isi kelmaydi. Mana shu meni nimam do'stlar ehtiyot bo'lamiz. Men bu odamning atrofida 1 million odam to'playmiz, birlashishimiz kerak deb chaqirib keldim. Lekin mana bu oxirgi endi o'zidan ham shaxsiyatida muammo bo'lsa kerak deb partiyasiga shunda ham chaqirib yurdim. Lekin bizani himoya qilmaganda bir oddiy Sanjarali imomga qarshi chiqib gapirmadi, bizani himoya qilmadi. Ha, demak odam kerak nima bo'lsa yo buyurilgan yoki zadniga urib qoladi ekan dedim. Mana referendumga chaqirib chiqdi. Yana yonida Ichki ishlar vazirligining xodimlari ishlayapti, bolalar yana militsiyada ishlayapti. Orqada o'tirgan yoshlarni tanishtir dedim, uni ham tanishtirmayapti. Demak, bu yerda bir gap bor. Demak, o'sha bolalar, o'sha yigitlar, yosh yigitlar orqa qatorlarda o'tirgan, qayerlardandir yuborilgan. Kimlarningdir, qaysidir idoralarning demak odamlari. Qidir Nazar aka Allohqulov chiqish qilmadi, bir hafta o'tdi. Indamay o'tiribdi. Demak, shuning uchun men do'stlar sizlarga imzo bergan demayman, bermagan demayman. Men sizlarni ogohlantirdim. Men fitnaga, yolg'onga sherik bo'lishni xohlamayman. Millatni yana bir salay chiqib aldashini xohlamayman. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Tushuntira oldimmi do'stlar? Yana ortiq yana nima qilib tushuntiray? Lazgiga ham o'ynab beraymi? Tushunmaganlar uchun. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Yo'q bo'lsa tugatib qo'ya qolamiz. Bobonat aka donatni qachon yoqasiz? Yoqaman shu donationni yani aytyaptilar, yoqishim kerak. Men shu texnika ishlariga uncha yo'qman-da. Mana shu videoni like bosib ko'proq tarqatinglar. Ko'proq odamlar mana shu bir hafta bor hali tushunsin nima bo'lishini. Borib yo'q deganda ham nima qila oladi bu, nima qilishini bilsinlar. Sizlarni mana shu meni chiqishimdan keyin ham ko'radi ular hammasi. Xudo nazar Allohqulov ham boshqa ham mana shu boringlar yo'q deb ovoz beringlar degan hammasi biladi. Menni oldin ham, lekin chaqirsa bilinglarki endi xoin. Endi xoin bilib turib chaqiradi. Avval bilmay chaqirgan bo'lsa mana men ogohlantirdim. Nozima yozyapti, o'zingiz partiya tuzing. Nozima, bilasizmi, partiyani bir odam Xudo nazar Allohqulovga o'xshab tuzishi mumkin, lekin ko'rdingizmi, unga oilasiga, qizlariga zulm bo'lganda ko'chalarga hech kim chiqmadi. Nega uni kaltaklaysizlar? Nega bizni liderlardir? Men xohlaymanki, partiya uchun ham, uning liderlari uchun ham, g'oya uchun ham ko'chaga chiqadigan, haq huquqini talab qiladigan, mana shu tur beradigan odamlar ko'p bo'lsin. Nomiga Mirziyoyev ruxsat berdi, partiya ochsam bo'ladi deb bitta odam, ikkita odam yig'ilib e'lon qilaveradi. Orqasida turib bermaydi. Mana Nafosat Alloh shukr van kaltaklayapti, urayapti, tuhmat qilyapti. Kim orqasidan chiqyapti? Kim orqasidan chiqyapti? Yo'q. Tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Xorazmdagilar ham, Toshkentdagilar ham, Jizzaxdagilar ham qanchadan qancha odamlarning huquqini himoya qildi. Aslida tarafdor yig'ish kerak edi u ham. Men unga aytganman Nafosatga, odamlarning huquqlarini, arizalari bilan yurma. Iching achiydi bilaman, yurma. Sen ularni ongini o'zgartir, o'zlari himoya qilsin o'zini huquqini. U bir yosh bolalar uchun bordi-da, endi bolalarni urib ko'zini g'ilay qilib qo'ygan. O'shani himoya qilib, bola endi himoya qilamidik. Ota-onasidan, o'sha zo'ravon ota-onasidan himoya qilaman deb mana tuhmatga uchradi. O'sha oilani o'ziga yozdirib olganlar.
Bizani men aytaman-ku, bizani millatni huquqini himoya qilsang, keyin militsiyani pressini ostida esim buni talabi bilan senga tuhmat yozib beradi. Shuning uchun men himoya qilgim kelmaydi, arizalar bilan shug'ullangim kelmaydi. Shug'ullanmayman men arizalar bilan. Men shu yo'lni, xalqni siyosiy dunyoqarashi ongini rivojlantirib, keyin partiya tuzish tarafdoriman. Bugun ham e'lon qilsam bo'ladi, ertaga maxsus jonli yo'yin partiya tuzildi deb. Lekin nima uchun bunday qilmayman? Shunga tayyor odamlar bo'lishi kerak. Ko'p 1 million bo'lishi kerak. Kamida 1 million. Har bir a'zo uchun, har bir imzo uchun turib beradigan, ko'chaga chiqib birgalashib haqni talab qiladigan odamlar bo'lishi kerak. Yo'q unday odamlar. Yo'q. Mana Jonibek Rahimov yozyapti. Assalomu alaykum, Xidirnazar akadan jiddiy talab qilish kerak. Bayonot berish uchun 3 kun vaqt berish kerak. Bayonot bermasa, demak jiddiy shubha bor. Hozirgacha u odamga nisbatan pozitsiyam o'zgarmagan. Mana Jonibek Rahimov to'g'ri taklif kirityapti. Nega faqat men talab qilyapman? Nega sizlar talab qilmaysizlar? Kiringlar sahifasiga yozinglar, Xidirnazar aka, davay tushuntirib, kim bu Ravshan Ergashev? Nega uni bolasi MVDda ishlaydi? U orqadagi o'tirgan yosh, avval tanimagan, ko'rmagan odamlar kim? Nega nimagacha tanishtirib sizlar ham talab qilinglar-da, mayda ikkilasida Bobomurod Abdullohni ko'rib, kayf qilib, zo'r tomosha bo'ldi. Zakonni stand-updir Bobomurod Abdulloh deb, mashalloh, barakalloh, bali mavlono deb chiqib ketasizlar. Talab qilinglar sizlar ham. U bizning nomimizdan partiya tuzyapti. Hozir muxolif partiya O'zbekistonda ro'yxatga olindi. Mana yangi konstitutsiya va yangi prezidentlik islohotlari deb taqdim qilinadi mana shu. Imzolarni MVD ishlik yig'ib o'tiribdi. MVDdan chiqqan odam. Uni uyini adresini, telefonlarini bergan. O'sha odamga olib borgan imzolaringizni. Talab qilinglar sizlar ham. Nechta odam mana hozir ko'ryapti? 845 ta. 845 ta o'tinglarda u yoqda ham so'ranglarchi. Ey Xidirnazar Allohqulov, davay bizaga nima ber? Kim bu odamlar? Nega u yerda unday odam yuribdi? Nimaga biz referendumga bor deyapsan? So'ranglar qani. Nimaga sizlar rahbarlardan talab qo'ya olmaysizlar? Ertaga shu odam prezident bo'lsa ham talab qo'ya olmaysizlar shunga sizlar. To'g'ri aytyapti Jonibek aka. Talab qiling mana har bir odam yozsin. Nega Bobomurod Abdulloh faqat talab qiladi? Oldinga chiqarib yuboradilar, tankani Bobomurod Abdulloh biz uchun kurashadi. Xidirnazarni ham o'zi hal qiladi, uni ham hal qiladi. Ular ko'rib tomosha ko'rib o'tiradi. Shunday xalqmiz biz. Birovni qo'li bilan cho'g'ni ushlash xohlaydi. G'ofurjon bobojon yozdi. O'qituvchi va bank xodimlari nima qiladi? Ularni majburlab tashattiradi, keldi qiladi. Mana shu davlat idoralarida ishlaydigan o'qituvchi, medsestra, hokimiyat, bank, moliya boshqarmalari va o'shalarning xodimlarini evaziga ham ancha-muncha bular davomat listini to'ldiradi. Mana davomat listini shular orqali ham to'ldiradi. Boraversin. Zolimlarga ko'maklashmanglar degan. O'sha arzimagan bir 2 million, 3 million oylik oladilar. Shu oyligi uchun, qora qorni uchun millatni sotib, o'sha yerga hadib tashab beradi. Zolimga yordam berganlar ham zolimdir deydi. Rahmingiz kelmasin o'qituvchilarga, doktorlarga. Hadib ovoz berib keladi, borib ham keladi. Chiqmayman deb ayta olmaydi. Bormayman demaydi. Ertaga meni ishdan bo'shatadi deb boradi. Ziyodulla Olimov yozdi. Ha, bu siyosat iflosi o'yin ekanda. Siyosat iflosi o'yin emas. Uni odamlar iflos odamlar kelib iflos o'yin qiladi. Siyosat o'zi halol narsa. Qur'onda siyosat buyurilgan, adolat bilan boshqar degan, odamlar bilan kengash degan oyatlarni o'qib berdim. Shu siyosat shu. 4 ta 5 ta muttaham sotqinni ko'radi, Salaga o'xshagan. Zadniga urdi nazarni ko'radi-da, siyosat iflos ekan. Halol qilsan bor, qo'lingdan kelsa. Sen halol siyosat yurit. Alloh buyurgan narsa siyosat. Adolat o'rnatish kerak.
Dilorom Safayeva ham yozdi. YouTube'ga chiqdik-ku, boringlar deb, Alloh qulluq. Izoh qoldiringlar, talab qilib. Yozinglar, nimaga borishimiz kerak biza? Nima deyapsan sen deb gapiringlar unga. Zolimga ko'mak bermoqchi bo'lsanglar, rejimga, vatansotarlarga, vatanni konstitutsiya bo'yicha sotilishini, ana shu xalqaro shartnomalar konstitutsiyadan ustun deb qo'yibdi 15-moddada. Shuni xohlasangizlar, boringlar yordam beringlar. Yo'q desang ham seni ha deydi, davomatini to'ldirib bergan bo'lsa, mana shu to'ldirilishiga yordam berasan. Zolimga ko'makchi bo'lib qolasan. Mana Jonibek Rahimov men yozaman sahifasiga deydi. Qolganlar ham yozsin mana kim o'tirgan bo'lsa. Fatima Mannafova, Mirjahon Ergashev, Farruh O'zbek o'g'loni yozinglarmingiz. Talab qilishni ham bilinglar-da, tepangizga ko'targan odamni. Tepasiga ko'tarib qo'yadilar-da, keyin so'rab yuriydilar. Bog'rat Abdulla so'ra, men nima qilaman, shu bilan yomon bo'lib. Biz shundoq ham dushmanim ko'p deb qo'yadi. Bog'rat domlani Salaga tenglamayman, Muhammad Zomoy yozibdi. Salani kimligi? Domlani ham kimligini vaqt ko'rsatadi. $850 ta odam ko'radi, 422 ta like. Ko'proq like bossanglar, ko'proq tarqaladi. Linklarini ham tarqatinglar agar mumkin bo'lsa. Yarmi like bosishga ham qo'rqadi. Bu Qidir Nazar akadan biroz savol ham berarmidi bu qo'rqoq? Like bosishga qo'rqadigan. Tavba. Shunday. Aziza Roziyeva so'raymiz, yozamiz deb. Yozinglar. Aldashlarga yo'l qo'ymanglar. Salay bir marta aldab 30 yil azob chekdi. Xoin, iflosni deb. Yana 30 yil aldanamiz endi. Buni ko'tarib saylovga olib chiqsak, ertasi kuni hamma butun 35 million xalq bunga ovoz bersa-da, bu ko'rpan tagidan nima yozsa? Yo'q, Shavkat Miromonovich siz yutdingiz, men yutqizdim desa. Sharaf, pozormiz kunda biz yana yutqizgan bo'lamiz. Ehtiyot bo'laylik bu safar. Bayonot bermayapti. Bilasizmi nima shubhali? Indamayapti. O'sha odamlarni tanishtirmayapti. Demak, bir gap bor. O'sha odamlar qayerdandir kelgan, qaysidir strukturalardan yuborilgan shular. Ismini ham, yechimini, ish joyini ham, familiyasini ham aytmayapti. Bir gap bor o'rtoqlar, bir gap bor. Bekorga jim o'tirgani yo'q bu Qidir Nazar Allohov. Nimaga mard bo'lsa, ularning hech qanaqa organlarga aloqasi bo'lmasa, notanish odamlarni nimaga chiqib tanishtirmayapti? Bu, mana bu eshmadi, toshmadi, qayerda ishlaydi? Nimaga aytmayapti? Podozrительно. Ehtiyot bo'laylik. Do'stlar, yana 5-6 minut vaqtimiz qoldi. Men ko'p sizlarning vaqtinglarni olmay, bugun bozor kuni dam olishinglar kerak. Men sizlarga dehqoncha usulda tushuntirib berdim. Ko'proq tarqatinglar. Saylov maxinatsiyasi shunday bo'ladi. Mana shu men ko'rsatib bergandek bo'ladi. Siz kelib ketganingizdan keyin, davomat listiga kirganingizdan keyin sizning nomingizdan boshqa tayyorlab qo'yilgan byulletenlarni sanab boshqa protokol tuzadilar, ikkinchi protokol. Shuning uchun aytdim, 2 quti, 2 protokol, 1 davomat. Mana davomat bitta bo'ladi. Ehtiyot bo'lamiz. Aldanib qolmaymiz. Bizni doim ishonganlarimiz aldagan, bilib qo'yinglar. Sotadi, ishongan odaming sotadi. Oxirigacha turib bermaydi, zadniga urib yuboradi. Mana agar rost bo'lsa Abdumannof Ahadovni ko'ziga qandoq qaraydi? Sobir A'zamov yozdi. Abdumannof Ahadovni talab qilmaydi, chiqib gapirmaydi ham, bilasizmi? Qamalib ketdi shu bola, shu partiyada. Nomvoy bo'lib shu partiyaga imzo yig'ib yuradi. O'rniga hozir umuman bizni tanimagan birovlar keldi. Bir joyda aytmaydi ham. Salay ham shunday edi. Atrofida Inomjon Tursunov, boshqalar qancha erchilar qamaladi, bu hech qayerda gapirmaydi-da, ketaveradi balki. Men hukumat bilan kelishib o'yin qilib yurgan. Safdoshlarini ham gapirmagan. Hatto Karimovga aytgan chiqartirmagan, meni a'zomni nega qamatyapsan? Hozir ham shuni ishi bo'lyapti mana. Abdumannof Ahadov qamaldi, boshqasi qamaldi. Ba'zi tajriba gapirilmaydi.
yangi odamlar kelgan. U strukturada MVDdan ota bolalar kelgan, ular bilan ish qilyapti. Salayning ishi bo'lmaydi, kimning ishi bu? Hop, sen uchun imzo berdi. Novvoyxonalardan ayrildi. Talab qilish kerak uni. Nimaga buni qamoqqa chiqadi? Doim nimalarda gapirganlarda chiqish kerak. Odamlarga aql o'rgatavermasdan. Gapirmaydilar. Salayning yo'li shu. Yani yaradorlarni frontda bir armiya bo'lib urushasan, yarador bo'lganini tashlab o'zi qochadi-da, ketaveradi. Yarador bechora qolaveradi. Abdumannof Ahadov yarador tashlab ketildi. Aytilmaydi u bechora. Do'stlar, savolim Ibrohim Asparov rostdan terroristmi? Samir yozdi. İbrahim Asparov Turkiya o'sha portlashlardan keyin Reynat degan tungi klubda portlashlar bo'lgandan keyin uni ham qidiruvga bergan, lekin u Daniyaga borib olgan. Qanday aloqasi bor u terroristik aktga meni bilmayman. Turkiya tomonidan qidiruvga berilgan. Daniya bermay o'tiribdi. Do'stlar, bir narsa aytib qo'yaymi? Hukumat bilan kelishib, iç oranga shu MVDdan, SMBdan odam olib kirib, keyin partiya tuzgandan ko'ra o'lib ketgan yaxshi, bak partiya tuzmasdan. Unday partiya kerak emaydi. Yaxshisi do'stlar, mana men auditoriyam, o'zim auditoriyamga murojaat qilaman. Kelinglar, partiya ular tuzsa, o'ynab kulib ro'yxatga oladi menimcha shu ketishda. O'zlari ham imzo yig'ib beradi o'sha MVDshliklar. Biz u yo'ldan bormaymiz. Biz bir-birimizni siyosiy ongimizni, faolligimizni oshiramiz, imzo uchun turib berish uchun 1 million odamni baribir yig'amiz biz o'zimiz. Qidir Nazar aka xohlamadi 1 million odam uni atrofida yig'ilishini, bizani qo'llab chiqmadi. Sanjar Ali Imomovning gaplariga qarshi chiqib, demak u xohlamadi. Demak o'zimiz bir keyinchalik bugun bo'lmasa ertaga tuzamiz. 1 yil vaqtimiz bor o'rtoqlar. 1 yil tushuntiramiz. 10 ta odam qilib tushuntiraveramiz. Tuzamiz partiya inshaalloh. Tuzamiz. Boshqa partiya tuzamiz o'zimiz. Lekin maqsad partiya emas hozir. Maqsad xalqni jasoratini, siyosiy faolligini, siyosiy ongini oshirish. Shu yo'lda ishlaylik, o'zidan o'zi tuzilib ketadi partiya. O'z-o'zidan tuzilib ketadi. Muhammad Zaman yozibdi. Allohqulov partiyasiga ovoz ber, muhokamaga vaqt qolmadi. Bugun menda Bobomurotning o'ziga shubha uyg'ondi. Pожалуйста, shubhalanaver. Qidir Nazar Allohqulovdan menda davno shubha bor. Intervyu bermaydi. Da'vat qilaylik undan ko'ra, xalq uyi qilib ro'yxatga olish qochmaydi desa, yo'q, ha dedida ketib qoldi. Mana bu odamlarni tushuntir, yangi kelgan bu qayerdan paydo bo'ldi desa, uni tushuntirmaydi. Mana bu ichki ishlar vazirining odami qayerdan uni yonida zam bo'lib yuribdi, uni tushuntirmaydi. Bolasi hozirgacha kimda ko'proq shubha bor? Mendami yo undami? Do'stlar, ruhimiz cho'ktirmaymiz. Zolim bilan kelishganlar, murosa qilganlar zolimning yordamchisi. Mana oyatlarni o'qib berdim. Biz kelishmaymiz. Biz o'zimizni da'vatimizni qilamiz. Bizga partiyani ro'yxatga oldirish muhim emas. Bizga xalqning siyosiy faolligi, ongini, jasoratini oshirish. Shunday qilsak o'z-o'zidan bo'lib ketadi partiya. 1 yil yana vaqtimiz bor. Yana bu yog'iga necha 6 oy vaqtimiz bor. 6 oy bo'lmasa yana 1 yil ishlaymiz. Lekin 10 ta odam topsak 1 million yig'amiz. Men hisoblab berganman. O'zimiz qilamiz. Kerak bo'lmasa Qidir Nazar Allohqulovga 1 million odam kerak bo'lsa bizga kerak. Bizga kerak shunday 1 million odam. Biz topamiz ham inshaalloh shuni. O'zimiz tuzamiz inshaalloh. Yig'ilsin shuncha odam, keyin tuzamiz. Mana Abid Mansurov partiya tuzing, keyin kech bo'lishi mumkin. Kech bo'lmaydi. Bir odam partiya tuzolmaydi, xalq bilan tuziladi. 1 million odam yig'ilsin, keyin tuzamiz. Tuzamiz inshaalloh. Bular xohlamasa o'zimiz tuzamiz. Bular ro'yxatdan o'taversin. 6-kukla partiya bo'lib bo'ladi xolos. Ishlatib o'rniga boshqa odam qo'yadilar yarimda saylov yaqinlaganda. Yoki saylovgacha olib borib yutsa ham yutqiztirib beradi. Salay buni qilganmiz. 1 million juda qiyin masala. 35 million uchun 1 million qiyin masala emas.
Dilshodbek. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir deydi. Mana Dilorom Safo yozibdi. 1 million kerak emas deganicha bor ekan-da, niyati boshqa ekan. Men ham shunday fikrga boryapman, Dilorom. Do'stlar, shu bilan mana bugungi maxsus jonli yo'yinim tugadi. Men sizlarga tushuntirdim. Bu yog'iga sergak bo'lasizlar, aldanmanglar. Aldanib qolmanglar. Borganda nima bo'lishini men tushuntirdim. Shundan keyin ham xohlasangizlar boringlar. Yo'q deb. Shundan keyin ham xohlamasangizlar o'zingizlar. Lekin aytib qo'yay, bormaslik sizning huquqingiz. Hech kim sizni majburlamaydi. Turib o'rningdan boradi, ovoz berib kelib. Davomatga kirib, ro'yxatga tushib keldim men sizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.